Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Avvalambor hammalarini yangi o'quv yili bilan tabriklayman, mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Mana shu yaxshi kunlarda, bayramlarga hammamizni har doim bugungi fursatimizni ishimizni boshlash uchun kvorum bor. Nima taklif bo'ladi? Takliflarga rahmat. Muhokama qo'yilayotgan, demak, tadqiqotchi Komilov Sobit Soyibovning shahar mahallarining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy hayot tarixi 91-92 yillar mavzusidagi tezi himoyasining muhokamasi. Ilmiy rahbar dotsent Xosiyatov, rasmiy opponentlar professor Rahmonov, professor Ishboqov. Bajarilgan tashkilot Qashqadaryo davlat universiteti, yetakchi tashkilot Samarqand davlat universiteti. Endi hozir man o'shangi kuni vaqtga borganda e'lon qo'yasizlarda ilmiy rahbarlar haqida turli nima ketyapti, kecha ilmiy rahbarda qanday bo'lishi kerak tezi bo'lsa, lekin bu bana hozir ortayapman. Endi shuni e'lon qo'yishim kerak. Hammalaringda bor bu limit degan narsa bor. Aslida professor Hasanov rahbarligiga qo'yishim kerak. Endi hozir Xosiyatov yangi chiqyapti. Shu yo'nalish bo'yicha tajribasi bor. Ilmiy ish qilgan, yoqlagan dissertatsiyasini shuning uchun shuni lozim topdi. Endi shuni hisobga olib qo'yasizlar, bundan keyin doimo e'lon qilib boraman. Mana shuni ham aytish, shuni ilmiy rahbarlar haqida ma'lumot berib turishimiz kerak. Endi so'zni kotibga beramiz, dissertat nimaga kelgan hujjatlar haqida ma'lumot bering, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Komilov Sobit Soyibovda kengashga topshirgan hujjatlari hamda shaxsiy ma'lumotlar haqida ma'lumot tanishtirib o'taman. 1994-yil 24-iyunda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida ziyoli oilasi tavallud topgan millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2019-yilda Qarshi davlat universitetining tarix fakulteti bakalavriatini, 2021-yilda Samarqand davlat universiteti magistraturasini tamomlagan. 2020-yilda Shahrisabz tumanidagi 3-maktabda tarix fan o'qituvchi sifatida o'z faoliyatini boshlagan. 2022-yildan bugungacha Shahrisabz davlat pedagogika institutini ijtimoiy fanlar kafedrasida tarix fan o'qituvchisi bo'lib faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Tadqiqot ishi mavzusi 2024-yil Oliy sessiya komissiyasining birinchi son byulletenida 1784 raqam bilan ro'yxatga olingan. 2023-yil may oyida Qarshi davlat universiteti mutaxassisligi O'zbekiston tarixi fanidan, 2023-yil sentyabr oyida chet tili ingliz tili fanlaridan malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Dissertatsiya ishi mavzusi bo'yicha jami 13 ta ilmiy ish e'lon qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sessiya komissiyasi doktorlik dissertatsiyasi asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan nashrlarda 7 ta maqola, shundan 5 tasi respublika va 2 tasi xorijiy jurnallarda hamda 6 ta ilmiy amaliy konferensiyalar, 4 ta xalqaro va 2 ta respublika anjumanlarida tezlar e'lon qilingan. Komilov Sobit Soyibovning 07-00-01 O'zbekiston tarix ixtisosligi bo'yicha Shahrisabz shahri mahallarining ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy hayot tarixi 1991-2022 yillar mavzusidagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi 2025-yil 30-iyunda Shahrisabz davlat pedagogika instituti ilmiy seminar majlisida muhokama qilingan hamda ilmiy seminarga tavsiya etilgan. 2026-yil 6-martda Qarshi davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi TSK
03/2025-27 tar 11.01 raqamli ilmiy kengash qoshidagi 07.0001 O'zbekiston tarixi asosligi bo'yicha ilmiy seminarda muhokama qilingan va dissertatsiyani himoyaga qabul qilib olish so'ralgan. Tadqiqot ishi mavzusi tadqiqot ishi bilan bog'liq hujjatlar hammasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasining veb saytiga e'lon uchun joylashtirilgan. 2026 javob beradimi tarafga? Javob beradi. Rahmat. Savollar bormi? Berilgan. Tushunadi. Tartiblar berilgan. Tadqiqotga so'z beramiz. Ya 15 minut. Dissertatsiyani boblar kesimi. Birinchi bob, ikkinchi bob. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli sizlar, hurmatli rais va zon platforma sohalarida ishtirok etayotgan ustozlar. Ijozat bersangiz, dissertatsiya ishining qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tsam, dissertatsiya ishining mavzusi Shahsar shahri, mahallalarning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy tarixi, hayot tarixi 1991-2022 yillarni o'z ichiga oladi. Ishimizda mundarijaga kirish, kitob, xulosa, foydalangan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Mavzu boshida asosan yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, aynan mahalla tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa, butun mamlakat obod bo'ladi deb bizga ta'kid qilamanlar va shu boisdan aynan O'zbekistonda 2022-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlandi. Mavzuning dolzarbligiga to'xtaladigan bo'lsak, yangi O'zbekistonda mahalla fuqarolik jamiyatini barpo etishning asosiy institutiga aylanganligi, xususan O'zbekiston tarixida ilk marotaba, ya'ni mahalla va oila qo'llab-quvvatlash vazirligi, mahalla va oila ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi va soha xodimlarining mehnatlarini rag'batlantirish maqsadlarida ularning oylik maoshlari 3 barobarga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Mahalliy o'zini-o'zi boshqarish idoralari faollari hamda keng jamoatchilik vakillari uchun mahalla iftixori ko'krak nishoni ham ta'sis etildi. Mamlakatimizda shakllangan mahalla instituti bugungi kunda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotning muhim bo'g'iniga aylangan bo'lib, uning faoliyati xalqaro miqyosda ham keng e'tibor qaratmoqda. Mahalla tizimining jamiyat barqaror ta'minlash, aholi turmush darajasini oshirish va milliy qadriyatlarni mustahkamlashdagi o'rni xorijiy ilmiy doiralarda ham o'rganilmoqda. Shundan nazardan ushbu institutning tarixiy taraqqiyoti, zamonaviy holati va rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda tadqiq etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Mavzuning o'rganilganlik darajasiga birinchi bobimizga qaraladigan bo'lsak, Shahsar shahrining mustaqillik yillaridagi rivojlanishi va birinchi paragrafimiz, birinchi bob Shahsar hokimining tashkil etilishi va faoliyati deb nomlanadi. Bunda qabul qilingan me'yoriy hujjatlar orasida 1992-yil 4-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat idoralarini qayta tashkil etish to'g'risidagi qonuni alohida ahamiyat kasb etadi va shu organ orqali hokimlik va hokimlik lavozimlari tashkil etiladi va vakillik organlariga ham boshchilik qilishi belgilab qo'yiladi. Xalq deputatlari shaxsiy kengashining 1992-yil 21-iyuldagi 21-chaqiriq 9-sessiyasida 80 deputatdan 42 deputat qatnashadi va viloyat hokimining 1992-yil 21-iyuldagi qarori ko'rib chiqiladi va viloyat hokimi Qodirovning qarori e'lon qilinib, 1992-yilda aynan shahar hokimiyati Zayniddin Azim tayinlanadi. Shahrisabzda 1993-yilda 70 ming aholi istiqomat qilgani dalillangan. Birinchi bob ikkinchi rejamizda Shahrisabz shahridagi ijtimoiy iqtisodiy infratuzilma tuzilmalar modernizatsiyasi deb nomlanadi va bunda Shahrisabz shahridagi 13 ta sanoat korxonasida 5100 kishi aholi mehnat qilgani, birgina hujum fabrikasida 2500 ga yaqin kishi shug'ullanib, 1992-yilda 24 million so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgani, undan 6.5 milliard so'mlik sof foyda olingani dalillangan. 1992-yilning yanvarida fabrika har bir ishchining o'rtacha oylik ish haqi 300 so'm bo'ladigan bo'lsa, bu davrga dekabrga kelib esa 3500 so'mga yetgani aniqlangan va fabrika rahbariyati tadbirkorlik ham shug'ullanib, 1992-yilda Italiya, Gretsiya davlatlari bilan, korxonalari bilan ham aloqalar bog'laydi. O'sha davr Shahrisabz konserva zavodi ishlab chiqarilgan 600 million so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi va undan 40 million so'mlik sof foyda olingan. Birinchi va uchinchi rejamizda Shahrisabz shahri mahallalarini tashkil etilishi va tarixiy transformatsiya jarayonlari deb nomlandi.
Bunda Zingiro mahallasi 1933-yillarda tashkil qilinib, qadimiy Shahrisabzning qala ichida joylashganligi, mahalla qadimdan ilgari Javzo, Zingar yasaydigan mahalla bo'lganligi uchun Egarchilar mahallasi ham deb nomlangan. Keyinchalik shahar hokimi qarori bilan qaytadan Zingiro mahallasi deb qayta nomlanadi va aholisi 4216 nafar, xonadonlar soni 577 ta va oilalar soni esa 952 ta. 2009-yil 1-yanvar holatdagi ma'lumotlarda mahalla hududida qadimiy yodgorliklardan 16-asrda qurilgan va hozirgacha ishlatib kelinayotgan, aholiga xizmat qilayotgan hammom va 18-asrda qurilgan Katta Chuyton ko'chasi Kitob Guzari masjidi va 20-asr boshlarida, ya'ni 1904-1910-yillarda qurilgan Abdushukur Og'ali va Malik Ashtar jome masjidlari joylashgan. Bu ikkinchi bobimizga to'xtaladigan bo'lsak, Shahrisabz shahri mahallarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va maishiy turmush darajasining tizimli tahlili deb nomlandi. Ikkinchi va birinchi rejamizda Shahrisabz mahallalarida aholini ijtimoiy himoya qilish mexanizmlari va turmush sharoitlari deb nomlanadi. Mustaqillik yillarida Shahrisabz mahallalarida aholini ijtimoiy himoya qilish tizimi davlat va jamoat tashkilotlarining o'zaro hamkorligi asosida takomillashib borgan. 2011-yilda fevral oyida Nuroniy jamg'armasi Shahrisabz tuman bo'lim kengashi Ergashevning 2010-yilda qilgan ishlari yuzasidan hisobotlar beriladi. Ya'ni ikkita majlis raislar 12 ta yig'ilishi 48 ta masala ko'rib chiqilgani ta'kidlanadi. 2010-yilda 429 ta yordamga muhtoj kam ta'minlangan urush va mehnat faxriylariga davlat tomonidan 48,175 ming so'mlik va homiylar tomonidan esa 2,95 ming so'mlik moddiy yordam ko'rsatilgani e'tirof etilgan. Ikkinchi rejamizda mahalla hayotida ma'naviy huquqiy va madaniy qadriyatlarning shakllanish va rivojlanish tarixi deb nomlanadi. Bunda ma'naviy huquqiy sohada tarbiya va tashkilot ishlari tizimli va izchil tashkil etilsa ko'zlangan natijani beradi. Shu sababdan 1993-yil 2-sentyabrda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga muvofiq aynan Shahrisabzda 23 ta MF tashkil etilgan bo'lsa, keyinchalik hududlarning kengayib borishi natijasida ularning soni ortganini ko'rish mumkin. 2023-yilda kelib bo'lsa 40 taga yetadi. 2000-yilda mohir o'qituvchi respublika ko'rik tanlovi o'tkazilib, hududiy ikkinchi bosqichi Shahrisabzda o'tkaziladi va unda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tibbiy bilim yurti pediatriya o'qituvchilari ishtirok etadilar. Ko'rik tanlovda Shahrisabz tibbiyot bilim yurti o'qituvchisi Hanifa Boqiyeva, Xayriniso Yallayeva, Ismoil Do'murodovlar g'olib deb topiladi. Uchinchi rejamizda mahalla iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish jarayonlari deb nomlanadi. Bunda mustaqillikning dastlabki yillarida Shahrisabz sanoatida ishlab chiqarish soni ortib bordi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi yanada o'sgani ko'rinadi. Ya'ni 1997-yilning avgustida Sado iqtisodiyotlik jamiyati 400 nafar ishchi xizmatchi va muhandislik xodimlar mehnat qilib kelgan bo'lsa, korxonada tayyorlanadigan mahsulotlar turi 15 ta yetadi va 1999-yil 22 ta sanoat korxonasida qariyb 3 milliard so'm miqdorda mahsulot ishlab chiqariladi. Shahrisabz konserva Sado iqtisodiyotlik jamiyati va mevalar kamalagi qo'shma korxonasi orqali yuqori unum bilan ishlash kerak. 600 ming AQSh dollari miqdorda mahsulot xorijga jo'natiladi. Mazkur ko'rsatkichlar Shahrisabz shahar sanoatining eksport salohiyatining ortib korxonalar bozor iqtisodiyotiga sharoitga muvaffaqiyatli moslashganini ko'rsatadi. O'zbekistonda 2011-yil kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb nomlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrdagi 429-farmoniga muvofiq Shahrisabz mahallalarini tadbirkorlik bilan rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari olib boriladi. Uchinchi bobimiz O'zbekistonning yangi O'zbekistonda mahalla hayotining yangilanishi va oilaviy hamkorlik omillari deb nomlandi. Va birinchi rejamizda Shahrisabz shahri mahallalarining tizimining yangilanish bosqichlari va rivojlanish dinamikasi deb nomlanadi. Shahrisabz shahrida ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan og'ir bo'lgan mahallalar 2018-yil davomida kompleks rivojlanish bo'yicha yo'l xaritasi shahar hokimi tomonidan 2018-yil 13-aprelda tasdiqlanadi. Unga 88 ta mahallaning xaritasi kiritilgan va hamda 91 ta banddan iborat belgilangan chora-tadbirlar amalga oshiriladi. 2,9 milliard miqdorda moliyaviy mablag'lar nazarda tutilgan. Yo'l xaritasi doirasida 14 ta obyekt kapital ta'mirlanadi. 31,7
kilometr uzunlikdagi ichki yo'llar ta'minlash, 250 nafar fuqaroning bandligi ta'minlash belgilanadi. Va shu ikkinchi rejamizda oila va mahalla o'rtasidagi hamkorlik tizimi hamda yoshlar tarbiyasini takomillashtirish jarayonlari deb nomlandi. Oila, mahalla, maktab hamkorligida 2019-yil davomida Shahrisabz shahrida yoshlar subyektlari va voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha tashkil ishlar bilan birga yosh avlodning ijtimoiy moslashuv hamda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish bo'yicha 6300 dan ziyod ommaviy sport va milliy o'yinlar musobaqalar tashkil etiladi. Ularga shahar aholisining 220 ming nafar yaqin aholisi jalb etiladi. Fikrimizcha ushbu davrda shahar mahallalarida amalga oshirilgan bunday keng qamrovli profilaktik va ijtimoiy madaniy tadbirlar nafaqat jinoyatchilik ko'rsatkichlarini pasayishiga, balki ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi yoshlarni jamiyatga ijobiy integratsiya qilish muhim tashkiliy mexanizm bo'lib xizmat qilgan. Xususan, futbolimiz kelajagi, mahallamiz qahramonlari, men o'qigan kitob, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha eng faol mahalla fuqarolar yig'ini, ko'rik tanlovlari va mahallaviy xonadonbo'yi ishlash tizimlari joriy etiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, shahar va mahallalarning rasmiy rivojlanishi 1992-yildan boshlab Shahrisabzda hokimlik lavozimi joriy etilishi, ya'ni 1996-yilda esa yangi hududlar qo'shilib 8 ta yangi mahallalarning tashkil etilishi, o'zimiz boshqarish tizimining kuchayganini ko'rishingiz mumkin. Mahallalarda ijtimoiy himoya tizimi mustaqillikning dastlabki yillardanoq nogironlar, yolg'iz onalar, kam ta'minlanganlar va urush qatnashchilariga moddiy yordamlar ko'rsatildi. Bu mahalla tizimining ahamiyatini oshirdi. Bandlik va ayollar faoliyati mahallalarda uy sharoitida mehnat, dehqonchilik, hunarmandchilik orqali bandlik yaratildi. Tadbirkor ayol uyushmasi orqali ayollarning faoliyati qo'llab-quvvatlandi. Temir daftar tizimining samarasining tasdig'i, temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari orqali aynan 4164 nafar oila 18996 nafar fuqaroga manziliy yordam ko'rsatildi. Har bir xonadonga xonadon daftar joriy etilib, ehtiyojmand oilalar aniq nazoratga olindi. Amaldagi muammolar va tavsiyalar yangi O'zbekiston davrida oila va mahalla hamkorligini mustahkamlash. Tavsiyalarga asosan mahalla institutining ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini oshirish maqsadida hududiy xususiyatlarni yetarli savol javoblarga o'taylik. Kim boshlab beradi? So'mdagilar tayyorgarlik ko'rib turinglar, go'zalliklar. So'mdagilar marhamat, kim boshlab beradi? Men savol beraymi? Assalomu alaykum. Professor. Va alaykum assalom. Birinchidan sizlarni mana boshlanayotgan o'quv yili va ham mustaqillik kunlari bu 35 yillik bilan tabriklayman. Doim sog' salomat obod bo'linglar. Menda ikkita savolim bor. Bittasi Shahrisabzda Amir Temur fondining raisi Azim aka bo'lardilar. Amir Temur fondining boshlig'i Azim aka rahmatli. Ikkinchisi shu 96-yili Amir Temur jamg'armasi Toshkentda uning raisi Bo'riboy Ahmedov bilan ekspeditsiya tashkil qilingan edi. O'sha vaqtda mana ba'zilar biladi, Eshov Bahodir akam bilardi. Biz shu yerda bir oy shu Shahrisabzda bo'lganmiz va u yerdagi 1-2-3 ta yaxshi kashfiyotlar bo'lgan edi. Shu jumladan Katta Langardagi Qur'onni ham ilmga ma'lum qilganmiz. Mana shu ekspeditsiya va Azim akaning faoliyatlari haqida aytib bering. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat ustoz savol uchun. Aynan 1996-yil Amir Temur yubiley, respublikamizda aynan 1996-yilda Amir Temur yili deb e'lon qilinishi va unga bo'lgan hurmatni oshirishi, ya'ni Samarqand va Shahrisabz shaharlarida Amir Temur haykallarining o'rnatilganligini ko'rishimiz mumkin va unga doir bir qancha ishlar, ya'ni tarixiy obyektlari tadqiqot ish sifatida olib borilgan. Yubiley doirasida bu yerda
Sharsavz shahrining qadimiyligi, yangi qadimiy shahar bo'lganligi uchun ham u yerda keyinchalik esa Sharsavz shahrining 2200 yillik yubiley nishonlanishiga ham bir devorchi vazifasini ham bajarganini ko'rishimiz mumkin. Aynan 1996-yilga kelganda bu yerda uni qadimiy ya'ni Kish shahrida to'lg'ir haqida hammaga ma'lumotga ega suvchilar Fahmlovchi aynan Amir Temur bo'yicha ishlab bu yerdagi hozirgi kunda muzey ham aynan tashkil etilgan Sharsavz shaharida o'zida Amir Temur va Temuriylar davridagi noyob buyumlar ham saqlanib, u yerdagi Zendev tomonidan o'rganganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan shu davrlar qisqasi Bo'ldimi? Shodmon aka, qoniqarlimi? Rahmat. Yana kimda savollar? Bo'ladi, rahmat. Professor Yashir marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, haqiqatan ham hammalaringizni kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklaymiz, yangi o'quv yili bilan tabriklayman. Yangi o'quv yilini yaxshi boshlayapti. Kengash himoyalar bilan hammamizga mana shu o'quv yili omadli kelsin, himoyalar ko'paysin. Demak, menda bir nechta savollar bor. Endi bu Shahrizabsda o'sha mahallalarni rivojlanishi o'ziga xos bir xususiyatlari bor. Oldingi hafta atas mahallalar man borganda turizm festivali bo'ldi. Hunarmandchilik festivali bo'ldi. Nimada Shahrizabsda. Har bitta mahalla vakillari ham bordi, hunarmandlar. Mana sizni dissertatsiyangizda ma'naviy ma'rifiy qadriyatlar tiklanishi masalasi ko'tarilganda, ana shu aniq misollar keltira olasizmi? Mana o'sha qaysi milliy qadriyatlar tiklandi? Mana shu siz o'rgangan davrda, ya'ni mustaqillik davri. Bu birinchi savol. Ikkinchi savolim, mahallalarning rivojlanishi o'zi katta tarixiy jarayonni olgansiz. Ya'ni bu mahalla institutini tiklanishi mustaqillik yillari davrida 91dan 22-yilgacha. Mana shuni tarixiy bosqichlarga bo'ldingizmi? Hamma davr bir xil ketmagan rivojlanish. Ana shu tarixiy bosqichlar xususiyatlari nimada agar bo'lgan bo'lsangiz? Bir xilmi uni rivojlanishi? Masalan, birinchi prezident davrida boshqacha edi. Mana hozir prezidentimiz davrida Yangi O'zbekiston sharoiti. Yangi O'zbekiston kerak. Bitta savol bo'ldimi? rahmat ustoz. Bitta savol bo'ldimi? Savol uchun rahmat. Sharsavz shahar mahallalari aynan hunarmandchilik aynan Sharsavz shahar mahallalari asosan hunarmand mahallalar juda ko'p. Bu yerda misol uchun ularga ko'rsatadigan bo'lsak, Zingirov mahallasi, Zargarlik mahallasi, Kulollik mahallasi, Urdabu kabi mahallalar asosan qadimda hunarmandchilik bilan shug'ullanib kelganligi aynan ishimizda ham o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham bu dissertatsiya avtoreferaatlarida ham berib o'tilgan Zingirov mahallasi o'sha Igor Jardo yangi Zingar yasaganligi sababli shu Zingirov mahallasi deb nomlanganligi yoki bo'lmasa Kulollik mahallasi ham asosiy aholisi kulolchilik bilan shug'ullanganligi haqida ishimizda aniq ma'lumotlar berilgan va u yerdagi milliy qadriyatlarning tiklanishiga to'xtaladigan bo'lsak, milliy qadriyatlarga mustaqillikdan keyin ham qo'shnichilik yoki bo'lmasa milliy bayramlarning tiklanishi, qo'shni o'rtasidagi hasharlar yoki bo'lmasa har xil bir tadbirlarga aholilarning uyushgan holda nima qilishi, qatnashganligini ham ko'rishimiz mumkin. Aynan mustaqillik yillarida 20 ta madaniy markazlar faoliyat olib borayotgan bo'lsa, 2022-yillarga kelib ularning soni 35 taga yetganligi aynan ko'rsatib o'tilgan ishimizda. Va ikkinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, mahalla rivojlantirish aynan bosqichlari
Buni asosan 3 ta bosqichga bo'lgan holda o'rganishimiz mumkin. Birinchi davri 1991-yildan 2000-yilgacha bo'lgan davrda, ya'ni bu davrda hali O'zbekiston Respublikasi endi mustaqil bo'lgandan keyin baribirga ham Sovet mafkurasining o'ziga yarasha tasdiqlari bo'lganligi va u yerdagi aholini ish bilan ta'minlash darajasi yoki bo'lmasa an'anaviy qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan bo'lgan bo'ladi bu davrda. Keyinchalik ikkinchi davr esa 2001-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davr. Bu davrda asta-sekin bilan endilikda tadbirkorlik subyektlarining soni oshib borishi, aholiga endi o'zini o'zi ish bilan ta'minlaganda yangi tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Bunga bir qancha misollar o'sha yerda Gulshida Ergasheva degan opamiz bor. Aynan do'pqiduzlik yoki kasanachilik qilib u yerda o'zini tadbirkorlik ishlarini namoyon qilayotganligi yoki boshqa viloyatlarning boshqa hududlariga ham olib chiqib sotayotganligi ko'rishimiz mumkin. Bu hammasi mustaqillik davri. Uchinchi davr esa 2017-yildan 2022-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda yana ham aynan tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash, ya'ni 2021-yilda aynan prezidentimiz tomonidan ham shaharsaroy mahallalarini 29-sonli qaroriga muvofiq tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash yoki bo'lmasa kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshirilgan yangi bosqichga olib chiqishi, ya'ni mahalla alohida vazirlik sifatida tashkil etilishi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yoki nuroniylar bo'yicha bir qancha ishlar aynan shu davrga hozirgi kunda imkoniyatlar olib borilganini ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Yana kimda? Professor Kamolov, marhamat. Assalomu alaykum. Kengash raisi hamda a'zolari. Mana tadqiqotchi ikkita savolim bor. Yozib olasiz. Birinchi savolim. Mana shahar va mahallalarni o'rgangansiz. 2024-yil men bir shogirdimizman shu shaharimizni 19-asr oxiri 24-asr boshlarida o'rgangandi. Juda ham bir dolzarb mavzu. Mana shahar mahallalarni O'zbekistonning boshqa hududlaridan ajralib turadigan asosiy hududiy va tarixiy jihatlari mavjudmi? Ya'ni o'ziga xos jihatlar o'rgangan bo'lsangiz. Masalan, viloyatimiz boshqa hududlari bilan yoki respublikaning boshqa hududlari bilan ajralib turadigan xususiyatlari mavjudmi? Bo'lsa qaysilar? Ikkinchi savolimiz 91-yilda mahallada soni aytgansiz va keyingi yillarda dinamikasini ko'rsatgansiz, shuncha bo'ldi, misol uchun mahalla soni oshib borishini raqamlardan foydalangansiz. Bu o'sish aholining tabiiy o'sib borishi urbanizasion jarayonlar bilan bog'liqmi yoki ma'muriy hududiy omillar ham ta'sir ko'rsatganmi? Ya'ni misol uchun o'sha ma'muriy bo'linish ta'sirida yangi bir mahallani tashkil etishi ham bunga o'zini jarayonga ta'sir ko'rsatgan. Mana shu savolga javob berasiz. Migratsiya bo'lgan bo'lsa. Rahmat. Savollar uchun. Birinchi savolingizga aynan shaharsaroy mahallalarni o'rganish boshqa hududlar bilan tadqiqotlarda olib borilganda asosan o'rganish ishlari amalga oshirilgan. Asosan O'zbekistonning janubiy viloyatlari kesimida, misol uchun Surxondaryo, Qashqadaryo va boshqa hududlar bilan Qarshi shahri mahallari bilan siyosiy tahlilda olib borilgan. Bunda asosan shaharsaroy mahallalari fikriy asosan shahar markazida joylashganligi uchun mahallalar qadimdan aholisi shu yerda istiqomat qilib kelganligi, bir-biriga ko'ngil qo'shilishi yoki qarindosh urug'chilik istalari yuqori bo'lganligi bunda ko'rib o'tilgan va bu yerdagi aholi ko'pligi hunarmandchilik. Hozirgi kunda misol uchun respublika boshqa hududlari Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlarga ham tarixiy joylar va markazlarda hunarmandchilik obyektlari ko'p bo'ladigan esa, xuddi shaharsaroy hududida ham xuddi shunday boshqa hududlarga nisbatan bular aynan shunday aktoriyatlarda ham aniq ma'lumotlar, misol uchun Zengiron yoki Zargarlik mahallasi aholisi aynan nima bilan shug'ullanib, nima maqsad kelganligi haqida to'liq ma'lumotlar berilganini ko'rish mumkin. Hozir shaharsaroyda qadimdan aholi yashab kelgan.
Kitobda yasamagan. yo kitobda endi oldin yashagan Qarshida yashamagan. yo'q yashaganda endi bu yerdagi aholi ko'proq asosiysi markaz hududida Xosligini aytyapti. Bular Hunarmandchilik mahallada. hunarmandchilik mahallasi ko'proq boshqa hududlarda Yakkabog'da ham, yo'q. Qarshida ham bor, kerak bo'lsa Dehqonobodda ham bor. Masalan, bundoq kerakda Hasanov mahalla tizimi bitta. O'zbekiston tizim bittami? Davlatga qonun qoidalar bitta. Ular asosida taraqqiy etyaptimi? O'sha tizim bitta bo'lgandan keyin mana shu bir xil tizimdagi rivojlanishda qanday o'ziga xoslar bor so'rayapti. O'ziga xos. Mana tizimda hamma bitta yo'ldan ketyapti mahalla. Ketolmaydi ular. Qandaydir o'ziga xoslik bormi? Agar bu Ikki xususiyatlari masalan bo'lishi mumkin bo'lmasa el qatori deyiladi. Bo'lsa aytadi. shu mahallalaringizda masalan agar shaxsiy nimaga e'tibor beriladi masalan? Endi bu yerda aholi asosan qo'shnichilik ular yaxshiroq. Shu oldinlar migratsiya jarayonlari bor, lekin nisbatan ta'siri kamroq bo'lganini ko'rish mumkin. Keyin hududda kengayishi esa aholini aynan ko'chib kelishi aynan ham ta'siri borligi bunga dalillangan. 1993-yilda aynan 23 ta MP bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik 22-yilda 40 taga yetganligi. Ya'ni bu yerda aholi tabiiy o'sishi ham ta'siri bor. Undan tashqari aholi ko'chib kelganligi haqida ham ma'lumotlar qisqacha berib o'tilgan. Rahmat, professional rais. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ustozlar. Tadqiqotchiga ikkita savolim bor edi. Tadqiqotchi o'zborishingiz mumkin. Birinchi savol tadqiqot usullari bo'yicha. Dissertatsiyada tarixiy qiyosiy tahlil usulidan foydalangansiz. Bu usulda qaysi muammoni o'sha yechimini topgansiz? Misollar yoki tavsiflash degansiz. Nimani tavsiflasiz? Qaysi muammo? Yoki fanlar aro yondashuv degansiz. Qaysi fan bilan qaysi fan o'rtasidagi o'sha yondashuvni tahlil qildingiz? Yoki kuzatuv metodlari degansiz. Shu bilan birgalikda og'zaki tarix usullaridan foydalanganman degansiz. Misollar bilan asoslab bering. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol sizgacha aynan shu mavzu doirasida fundamental tadqiqot olib borgan ustozlar bormi? Ular asarlarida, tadqiqotlarida siz o'rganmoqchi bo'lgan jihatlarning qaysi jihatlari ilmiy jihatdan tahlil etildi? Va sizning ishingizning farqli jihatlarini aytib bersangiz. Rahmat javoblar uchun. Marhamat. Rahmat ustoz. Savollar uchun. Tadqiqot usullariga bir qancha usullardan foydalanilgan. Endi shahar mahallalari o'rganganda aynan qiyosiy tahlil yoki tasdiqlash yoki intervyu materiallaridan ham foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Og'zaki metodlarda asosan mahalla oqsoqollari yoki ziyolilar yoki aynan mahalla bo'yicha ishlagan fuqarolar tomonidan ulardan olinadigan intervyular asosida o'rganilgan. Tasniflashda asosan boshqa hududlar kesimida misol uchun xalqlarning o'zaro xalqlar to'g'risidagi ma'lumotlar berib o'tilib ketilgan. Ishimizda qisqacha ma'lumotlar berilgan edi va tahlil qilishda asosan farqlar ularni boshqa hududlar mahallalar bilan farqlari nimalarda, ularda aholisi nima bilan shug'ullanganligi yoki ularning qadriyatlari o'zini har bir mahalla o'ziga yarasha qadriyatlarga ega va shu qadriyatlar haqida o'rganganligini o'rganilgan ishimizda. Mavzu ikkinchi savolingiz mavzu doirasida siz o'rgangan hatto boshqa aynan tadqiqotchilar qaysi jihatlardan va ishlarimda asosan ish quvvati ustozimizni yoki bo'lmasa tilay ustozimizni arxon ustozlarimizni ishlar o'rganilgan. Aynan bu yerda
asosan Shahrisabz mahallalar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tilganligi bu aynan mahallalardagi ijtimoiy iqtisodiy ma'naviy ma'rifiy ishlarga alohida e'tibor berilgan qisqacha mahallalar misol uchun mahallalarni ko'chalari haqida qisqacha ma'lumotlar berilganligi ko'rish mumkin. Bu ishimizda esa mahallalardan tashqari boshqa ma'naviy ma'naviy tadbirlar ijtimoiy iqtisodiy sohalar ham qamrab olib hammasi ishimizda yoritilganini ko'rishimiz mumkin. Hop, qarang, mana og'zaki tarix deyapti. Axborotchilar uchrashdingiz. Undan ziyod aynan mahalla raislari yoki aynan yoshi katta insonlar bilan uchrashib, mahallalar tarixi haqida so'rab o'tildi va ulardagi aholisi nima bilan shug'ullangani, mahalla tarixi haqida qisqacha ma'lumotlarni olib, ularni ishimizga kiritganmiz. Sizdagilar savol bormi? Professor Tursunov, marhamat. Mumkinmi? Assalomu alaykum, hurmatli aziz ilmiy kengash raisi va kengash a'zolari, hammalaringizni bugun mana Mustaqillik bayramimiz arafasida chin dildan tabriklayman. Hammalaringizni yangi o'quv yili boshlanishiga ishlaringizga rivoj tilayman. Men bugun hozir tadqiqotchimizni o'sha ilmiy ishdan kelib chiqqan holatda ikkita savolga to'xtalib o'tmoqchi edim. Sizga birinchi beradigan savolim, tadqiqotchi, siz aytingchi menga, mana shu mahalla tarixi, mahalla boshqaruvi bilan bog'liq bo'lgan, o'sha mahallani kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan o'sha qadimgi arxeologik yoki qadimgi o'sha tarixiy manbalar borda, shulardan qanday manbalarga ko'proq to'xtab o'tdingiz yoki hali o'rganmoqchisiz? Bu birinchi mening savolim. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim sizga, hurmatli tadqiqotchi, siz aytingchi menga, nimaga biz aynan mustaqillik yillarida mahalla tizimi, o'sha hozir ilmiy ishingizda ijtimoiy iqtisodiy jihatlariga ko'proq mana to'xtab o'tyapmiz. Mahalla tizimi boshqaruvga o'tdik. Undan oldin mana siz Sovet davri bilan ham qiyosiy tahlil qilib o'rgandingizmi? Nimaga Sovet davrida bo'lganmi, yo'qmi mahalla tizimi boshqaruv shunga o'xshash bir mana o'ziga o'zi boshqaruv hududlariga ega bo'lganmi? Mahallada nima farqi bor? Ishingizda shu borasida ham qandaydir fikr, mulohazalar bildirganmisiz yo bildirmoqchimiz kelajakda? Mening ikkita savolim mana shu. Oldindan javoblaringiz uchun rahmat. Rahmat. Marhamat. Rahmat ustoz. Mahallalar kelib chiqishi bilan bog'liq aynan ishimizda tarixiy mahallalar ham keltirib o'tilgan. Aynan 1933 yillarda Zigrom mahallasi yoki 1928 yilda Kulollik mahallasi, undan tashqari esa Zargarlik mahallalari tashkil etilishi va bu yerdagi aholi, ya'ni etnografik har xil nom bilan urf-odatlar, an'analariga ham to'xtalib o'tilgan. Endi Shahrisabz mahallalari kelib chiqishi asosan qadimgi davr bilan ham bog'lash mumkin va shuning uchun ham aynan Shahrisabz shahrining 2200 yillik yubileyi ham belgilangan, nishonlanmadi. 2000-yilda UNESCO bosh kotibi tomonidan o'rganilishi va 2002 yil 1-noyabrda Shahrisabz shahrining 2200 yillik yubileyi nishonlanganligi ham bu shahar qadimiy shaharlardan biri sifatida talqin qilinadi. Ishimizda berib o'tilgan. Ikkinchi savolingizga, mustaqillik yillarida mahallalar Sovet davri boshqaruv bilan farqlari asosan boyna aytganimizdek 3 davrga bo'lib bo'lganildi. Birinchi davri mustaqillik davri, ya'ni O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng mahalliy hokimiyat idoralarini qayta tashkil etish va ularni takomillashtirish to'g'risida 1994-yanvardagi qarorlari qabul qilingan. Va shu asosda endilikda mahalla yangi organ, vakillik organlari tashkil etiladi, ta'sis etiladi va bu ta'sis etilish natijasida bu kichik bo'g'in bo'lishiga qaramasdan aynan boshqaruvda asosiy vazifani bajaradi. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan ham olib borilayotgan ishlar aynan mahallalarga bo'layotgan e'tiborni ko'rishingiz mumkin. Bizga bunday ishlar amalga oshirilgani yo'q. Aholini rivojlantirish, davlatni rivojlantirish asosan aholini
ijtimoiy himoya qilish va ularni bandligini ta'minlash va shu uchun ham tadbirkorlik subyektlari, yoshlar raftari, ayollar raftari kabi ishlar amalga oshirish natijasida O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda mahallalar asta-sekin rivojlanib, yangi bosqichga chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Qarang, hurmatli tadqiqotchi, Sovet davri bilan taqqosladingizmi? Sovet davri bilan meni shu qiziqtiryapti-da. Sovet davrida ham xuddi mahallaga o'xshash, o'zini o'zi boshqarish hududiy tuzilmalari bo'lganmi? Meni shu narsa qiziqtiryapti. Men aytib beraman. Qiyosladingizmi demoqchiman-da, Sovet davri bilan mustaqillik yillarida. Bu davrda ishimizda ham qisqacha ma'lumotlar berilgan. Sotsialistlar orqali bu davrda boshqarilganligi mahallalarni, hozirlar katta bir qancha mahallalar tashkil etiladigan hozirgi kunda ishchanlashganini ko'rishimiz mumkin. Aholi demografik o'sish natijasida. Bundan keyingi ishlarimizda aynan nasibda tahlil qilgan holda olib borishimiz navbat bo'ladi. Sovet deganda esimga tushdi. Hayır, ozgina lirik qilishlar. Ilzopa zagsda o'tgan boryapti. Rais yo'q, Tilchavga. Yarim soat zagsda xotinim bilan bo'ladi. Rais yo'q. Yarim soat kutdim, o'tmayman. To'ydan keyin Toshkentga keyin sensasiyalar. Endi mendan raisini oldidan hech kim kesmaydi. yarim soat kutsa bo'ladi. Ketmay o'tmayman zagsda. To'y kelmasa to'yda Bitta savol. Menimcha oxirgi savol mayli. Savollar ko'paydi. Shahrisabzda o'sha Sovet davridagi Sholkametal degan kombinat bo'lardi. O'sha mahallani hayotiga ancha-muncha katta ta'sir ko'rsatganda, iqtisodiy jihatdan ijtimoiy ta'minlash, shuni taqdiri nima bo'ldi? Qadonda bormi yo'qmi? Turklar olganda o'tirmasa, shunday javob. U yerda o'sha davrga mingdan ziyod aholi ishchi xizmat qilgan edi va hozirgi kunda uni faoliyat to'xtatilgan. Tak, menimcha yetarli savollar. Endi rasmiy sotuvga qo'yilgan nima? Sotuvga. O'rab qo'yilgan. Hozir o'tib qaytaman. O'rab qo'yilgan. Ilmiy rahbar bizga xulosasini bergan, menimcha gaplashdi. Rahmat. Rahmat, endi marhamat nimadan kelgan avtoritetga, yetakchi tashkilotga o'tirdi. Marhamat, qilgana xulosalar. Tashkilot sifatida ilmiy seminar bayonnamasiga ko'ra Samarqand davlat universiteti tavsiya etilgan 2026-yil 20-avgustdagi bo'lib o'tgan navbatdan tashqari bayonnomada ijobiy taqriz berilgan. Shuningdek, quyidagi tavsiyaviy xarakterdagi kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan. Mavzuning o'rganilganlik darajasida 2-3 guruh adabiyotlarini yanada kengaytirilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Umumiy xulosalar, paragraflardagi xulosalarni kuchaytirish va tavsiyalarni aniq qilib berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Dissertatsiya matnida ayrim texnik va imloviy kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Yuqorida ko'rsatilgan tavsiyaviy xarakterdagi takliflar, mulohazalar ishning ilmiy saviyasiga putur yetkazmaydi va Komilov Sobit Soyibovichning Shahrisabz shahri mahallalarining ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayot tarixi 1991-2022 mavzusi O'zbekiston tarixi ixtisosligida tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi va avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob berishi hamda tadqiqotchi ushbu ilmiy darajani olishga loyiq ekanligi ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hamda xorijiy
davlatlardan dissertatsiya akti referatiga ijobiy takliflar berilgan. Rahmat. Munosabat bildiring, tashkilot. Rahmat hamma ijobiy taklif berilgan so'zlarga bundan keyingi hamma takliflarni inobatga olgan holda rahmat. Rahmat. Endi rasmiy taklifchilarni eshitamiz. Tak, professor Iskovatov, Valjon aka. Assalomu alaykum. Siz mehmonsiz, endi sizga birinchi so'z beraylik. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Valjon. So'zimni avvalida assalomu alaykum muhtaram ustozlar, hurmatli rais. Menga ham bu yerda ilmda juda ham katta ustozlik qilgan mana opponentlarim o'tiribdi, Yulduz Alimova mana buni ishtirok etyapti. Qolaversa, barcha mana do'stlarim bugungi himoyada ishtirok etyapti. So'zimni avvalida barchangizga mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin, qadrdonlar. Ilm jabhasidagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Darhaqiqat bugun himoya bo'layotgan ishimiz Sobit Soyibovning 070001 O'zbekiston tarixi ixtisosligida Chaqisabz mahallalarining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ma'rifiy hayoti tarixi 1991-2022 yillar chegarasidagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun haqiqatda ham dissertantimiz chiqib o'zining fikr va mulohazalarini bildirdi. Men so'zimni boshida bitta narsaga e'tibor bermoqchiman. Azizlar, dissertatsiya tadqiqot obyekti sifatida Shahrisabz shahri mahallalarining 91-2022 yillardagi ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy hayoti belgilanganligi bu judayam ma'qul masalalardan biri ekanligini ta'kidlab o'tish joiz deyman. Albatta, har bir hudud, har bir region tarixiylik nuqtai nazaridan o'rganilar ekan, albatta o'sha hududning kelib chiqish tarixi, umuman olganda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin u yerdagi ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar dinamikasi, yana e'tibor beryapman, dinamikasi qay tarzda o'zgardi degan savollarga bugungi kunda tarixchi javob beradi. Tarixchi tahlil qiladi. Tarixchi manbalarga suyanadi va arxiv materiallari tahlil qilinib, ilmiy muomalaga olib kiriladi. Shu nuqtai nazardan Komilov Sobit Soyibovning tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasi O'zbekiston tarixi tarixshunosligida o'rganilishi lozim bo'lgan izlanishlar sirasiga kiradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Dissertatsiya kirish 3 ta bob, 11 ta paragraf, xulosa hamda foydalangan manba adabiyotlar ro'yxati hamda ilovalardan iboratdir. Dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining talablari bo'yicha rasmiylashtirilganligini e'tirof etish joizdir. Dissertant o'z oldiga qo'ygan vazifalarni va maqsadlarini quyidagicha amalga oshirilganligini asoslashga va ushbu dissertatsiyada ularning o'z aksini topganligini aytish mumkin. Mavzu bo'yicha tarixiy manba va adabiyotlar, arxiv, statistik ma'lumotlar, og'zaki o'sha olib borilgan tadqiqotlarni ko'rsatib bergan desam, buni o'zi ham ayni haqiqatdir. Darhaqiqat dissertatsiyani tahlil qilar ekansiz, dissertatsiyaga ko'z tashlar ekansiz, dissertatsiyada asosiy g'oyalar sifatida, asosiy yangiliklar sifatida dissertant mahallaning jahon sivilizatsiyasi o'choqlaridan biri bo'lgan Shahrisabz shahri hududida mavjud bo'lgan o'zini o'zi boshqarishning eng asosiy va muhim shakllaridan biri ekanligini tadqiqot natijasida tasdiqlashga va uning ilmiy asosini topishga harakat qilgan. Mustaqillik yillarida mahallalar faoliyatini, jumladan Shahrisabz shahri mahallalarida tub burilish jarayonlari sodir bo'lganligi, mazkur tarixiy institutning qayta tiklanganligi, ajdodlarimizning asriy tajribalarini keng foydalanganligi va bu bilan birga ma'naviy, ma'rifiy islohotlar maskaniga aylanganligini ta'kidlab beradi. Ayni bitta fikrga men qo'shilishim kerak bo'ladi. Dissertant bu borada ilmiy tadqiqot olib borar ekan, tadqiqot natijasida dissertant o'zining ilmiy xulosalarini berib o'tganligini ayni dissertatsiyaning katta yutug'i desam, buni o'zi ham ayni haqiqatdir.
ayniqsa yoshlar o'rtasida Shahrisabz shahri mahallalarida va ta'lim muassasalarida mening shajaram mavzusidagi aksiyalarning o'tkazilganligi yoki bo'lmasa mening ajdodlarim mening g'ururim shiori ostidagi insholar tanlovlarining o'tkazilganligi, oilaviy shajara ko'rik tanlovlari, urf odatlar va hokazolarni tahlil etganligi va bu tahlillar natijasida bu o'tkazilgan tadbirlar, bu o'tkazilgan o'sha barcha jarayonlar kelajakda yosh avlodni tarbiyalashda nima beradi degan savollarga javob bergan va dissertant o'zining xulosalarini berganligi ayni dissertatsiyaning tahsinga muallaq bo'lgan joylari desak bo'ladi. Dissertatsiya Shahrisabz shahrining mustaqillik yillarida rivojlanishi deb nomlangan birinchi bobida Shahrisabz shahrining mustaqillik yillaridagi rivojlanishi bayon etilgan. Ushbu bobda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlar, Shahrisabz shahrining infratuzilmasining yangilash, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi rivojlanish bosqichlari tahlil etilgan. Mazkur bobning birinchi paragrafida esa Shahrisabz hokimligining tashkil etilishi e'tibor berilgan. 1990-1992 yilgacha mustaqil O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingungacha bo'lgan davrda mahalliy hokimiyat organlari tizimining tuzilishi va ish faoliyatini takomillashtirish maqsadida bir necha huquqiy hujjatlar qabul qilinganligini ilmiy tahlil etilgan va bu borada Shahrisabz xususida qonuniylik bilan javob berishga harakat qilingan. O'zbekiston Respublikasining Madaniyat vazirligi, Qashqadaryo viloyat hokimligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Shahrisabz shahrida yil davomida Amir Temur tavallud kuni yoki bo'lmasam milliy o'yinlarimiz, urf-odat va an'analarimizning qayta tiklanayotganligi, benazir kelajak avlod uchun bu tarixiylik jarayonlar nima beradi degan savolga dissertant o'zining dissertatsiyasida javob bergan. Birinchi bobning ikkinchi paragrafida esa Shahrisabz shahridagi ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilma, modernizatsiya jarayonlari va infratuzilmalarning o'zgarishi bugungi kunda ko'z qonarli darajadagi o'zgarishlar yuz berayotganligi faktlar bilan va statistik ma'lumotlar bilan, iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ochib berilgan. Buning o'zi ham o'sha ishning katta yutuqlaridan va tadqiqotchining oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirishdagi benazir xizmati desak, buni o'zi ham ayni haqiqatdir. Birinchi bobning 3-paragrafida Shahrisabz shahri mahallalarini tashkil etish, tarixiy va transformatsion jarayonlar deb nomlangan. Ushbu bo'limda Shahrisabz shahri mahallalarini tashkil topish tarixi e'tibor berilgan. Ularning shakllanish bosqichlari, ijtimoiy tarkibi, hududiy o'zgarishlari, boshqaruv tizimidagi yangilanishlar hamda zamonaviy transformatsiya jarayonlari yoritib berilgan. Tarixiylik nuqtai nazaridan e'tibor bersak, mahallalarning tarixi o'sha Soqolli tepa bronza davriga borib taqalishligi, shu jumladan Shahrisabz ham bundan istisno emasligi haqida ma'lumotlar berilgan va iqtiboslar keltirilgan. Dissertatsiyaning mahalla aholining iqtisodiy va maishiy turmush tarzi deb nomlangan ikkinchi bobida Shahrisabz shahri mahallalarining aholisining iqtisodiy faoliyati, daromadlari, daromad manbalari, mehnat munosabatlari, maishiy turmush, ijtimoiy sharoit, kundalik hayot tarzi ilmiy jihatdan tashkil etilgan. Dissertant nima uchun tahlil etgan? Dissertant o'sha mavzuning ichiga kira olgan va o'zi bevosita ko'rgan, bilvosita ishtirok etgan jarayonlarni o'sha iqtisodiy faktorlar bilan ochib berganligining o'zi ham ishning yutug'i desak mubolag'a bo'lmaydi. Mahallada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanish tarixi va o'zgarishlar dinamikasi deb nomlangan mahalladagi tadbirkorlikning shakllanishi, kichik biznes subyektlarining rivojlanishi bir qancha faktik materiallar bilan ochib berilgan. Misol uchun, tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Shahrisabz shahridagi ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan og'ir bo'lgan mahallalar, e'tibor bering, 2018-yil davomida kompleks rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi shahar hokimi tomonidan 2018-13-aprelda tasdiqlanganligi qayd etiladi va yo'l xaritasi dissertant tomonidan puxta o'rganilgan va amalga oshirilgan ishlar, ya'ni 88 ta mahallada 40 tasida kiritilganligi hamda 91 ta o'sha bandda belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirilganligi, 2,9 milliard so'm miqdorida moliyaviy mablag'lar nazarda tutilganligi ko'rsatib beriladi. Undan tashqari 14 ta obyektlarda kapital ta'mirlashlarning amalga oshirilganligi, 31,7 kilometr uzunlikdagi ichki yo'llarning ta'mirlanganligi,
250 nafar fuqarolar bandligi ta'minlanganligini o'zi ham dissertatsiyaning tahlil etilgan yutuqlaridan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. 3-bobning 2-paragrafida esa yangi O'zbekiston davrida oila mahalla hamkorligi va yosh avlodning tarbiyalashdagi masalalar deb nomlangan. Albatta har bir jamiyatda, nainki bu Shahrisabzda, butun diyorimizda oila ijtimoiy tabiiy hodisa sifatida huquqiy qoidalar vositasini tarkib topadi va mustahkamlanadi deb ta'kidlaydi. Bu fikrga aynan men ham qo'shilaman. Oila jamiyatning ijtimoiy tuzilmasining dastlabki va birlamchi bo'g'inidir. Ijtimoiy hayot oiladan boshlanadi. Oila insonlarning tabiiy, biologik o'sha inkor qilmaydigan qonuniyatlaridan biri desak, buni o'zi ham ayni haqiqatdir. Albatta, dissertatsiya ustida ishlar ekan, Shahrisabz o'sha mahallalari bo'yicha juda katta unikalniy ishlarni amalga oshirganligini ta'kidlash mumkin. Albatta, men ta'kidlab o'tgan, men zikr qilgan yuqoridagi ma'lumotlar, fikrlar bu dissertatsiyaning katta yutug'idir. Shu bilan birga dissertatsiyani yanada takomillashtirish va uning ilmiy mantiqiy yaxlitligini kuchaytirish maqsadida quyidagi mulohaza va tavsiyalarni bildirishni lozim deb hisoblayman. Birinchidan, dissertatsiyada mahallalar soniga doir statistik ma'lumotlarga qayta tekshirish zarur. Xususan ilmiy yangilik qismida 2022-yilga kelib Shahrisabz shahrida 60 dan ortiq mahalla mavjud bo'lgan deb qayd etilgan 9-betda. Biroq asosiy matnning 2023-yil 1-yanvar holatida Shahrisabzda mahallalar soni 40 ta ekani ko'rsatiladi. Bu dissertatsiyaning 82-betida. Bir-biriga juda yaqin davrlarda oid ushbu ikki ko'rsatkich o'rtasida katta farqning mavjud bo'lganligi, uning sabablarini matnda izohlanmagan. Shu bois raqamlar birlamchi sifatida manbalar asosida aniqlashtirish va yagona ko'rsatkichga keltirilishi lozimdir. Ikkinchidan, tadqiqot obyekti Shahrisabz shahri mahallalari bo'lsa-da, ayrim o'rinlarda Shahrisabz tumaniga tegishli statistik va iqtisodiy ma'lumotlar shaharga oid tahlil bilan aralashgan holda berilgan. Masalan, 2-3 paragrafdagi tumandagi qishloq xo'jalik ko'rsatkichlari, tadbirkorlik subyektlari soni, tumanga ajratilgan kreditlar va tuman hokimi o'sha ma'ruzalaridan keng keltirilgan. Dissertatsiyaning 100-101-betlarida shahar va tuman alohida ma'muriy hududiy birliklar ekanini hisobga olib, ularga oid ma'lumotlarni qayta ajratish yoki tuman ma'lumotlaridan qiyosiy material sifatida foydalanilganligi ochiq ko'rsatilishi kerak edi. Mening nazarimda. Uchinchidan, muallif tadqiqot metodlariga qatorida og'zaki tarix va ekspert intervyu usullaridan foydalanganligini ko'rsatadi. Bu juda zo'r, juda ajoyib. 8-betda. Biroq ushbu intervyularning kimlar bilan o'tkazilganligi, respondentlarning soni, ularning tanlash mezonlari, suhbat savollari va olingan ma'lumotlarning tahlil qilish tartibiga yetarlicha ochib berilmagan men nazarimda. Agar mazkur usullar ilmiy natijalarni shakllantirishda muhim o'rin tutgan bo'lsa, ularning metodikasi, ishtirokchilarning tarkibi va asosiy natijalari alohida bayon qilish, zarur hollarda intervyu savolnomasi yoki ma'lumotlarni ilovaga keltirish ishonchlilikni dissertatsiyaning ilmiyligini yanada oshirgan bo'lar edi. 4-dan, ilmiy yangilik qismida keltirilgan ayrim yirik statistik xulosalarining manbaviy va hisob-kitob asosini yanada aniqlashtirish lozim men nazarimda. Jumladan, tadbirkorlik subyektlarining soni 1,2 mingdan 5 mingtaga ortganligi, o'sganligi yoki bo'lmasa 3 mingdan yaqin o'sha yangi ish o'rinlari yaratilganligi, bandlik darajasi 12-15% ga oshgan, kambag'allik darajasi 8-10% gacha pasaygan, investitsiya hajmi 100 milliard so'mdan oshgan va aholi daromadlari 1,5 barobar ko'paygani kabi ko'rsatkichlar ilmiy yangilik sifatida bayon etilgan. Bu juda zo'r, bu juda tahsinga sazovor. Bunday natijalar uchun aniq statistik manba hisoblash, baza va qiyosiy davr matnda bir xil va tekshirishlarni shaklda ko'rsatilishiga maqsadga muvofiq bo'ladi. 5-dan, umumiy xulosa va foydalangan adabiyotlar ro'yxatida texnik tahririy kamchiliklar mavjud. Xulosada 4-bandidan keyin 5-band qoldirib, to'g'ridan to'g'ri nimagadir balkim to'g'rilangandir, balki to'g'ridan to'g'ri 6-bandga o'tib ketilgan. 136-betda dissertatsiyada. Shuningdek, 3-bandda 8 ta mahalla deb ko'rsatilgan holda matnda 9 ta mahalla nomi sanab o'tilgan.
albatta bu to'g'rilanishi oson, bir ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Men buni bir 20 kun oldin dissertant bilan ham gaplashganman. Dissertatsiyaning o'sha mazmuniy, o'sha statistik ma'lumotlar, arxiv hujjatlarini yozishda tarixiylik nuqtai nazaridan bu aniqlikni talab qilinadigan masalalar. Adabiyotlar ro'yxatidagi ayrim manbalar takror berilgan. Raqamlashda uzilishlar, masalan 344 dan 352 ga, 406 dan 412 ga o'tish, muallif familiyasining takror yozilishi, ayrim internet havolalarining bir necha marta qaytarilishi kuzatilganligini ta'kidlash kerak. Mazkur kamchiliklar yakuniy tahrir jarayonlari to'liq bartaraf etilishi lozim deyman. Balki bartaraf etilgandir. Hozir dissertant o'zi ham javob bersa kerak masalalarga. Qayd etilgan mulohazalardan tashqari boblar bo'yicha xulosalarning asosiy matnidan olingan natijalari bilan yanada chambarchas bog'lash, ilmiy yangiliklarni har bir bandining yakuniy xulosada mantiqiy ravishda aks ettirish hamda ayrim publisistika emotsional jumlalarni neytral ilmiy uslubda qayta bayon etish ishning ilmiy saviyasi va o'qilishini yanada oshirgan bo'lar edi. Umuman olganda Komilov Sobit Soyibovichning mazkur dissertatsiyasida Shahrisabz shahri mahallalarining mustaqillik yillaridagi ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ma'rifiy hayotiga oid keng ko'lamli materiallar jamlangan, muayyan tarixiy jarayonlar tizimlashtirilgan va mahalla institutining hududiy rivojlanishdagi o'rniga doir xulosalar ilgari surilgan. Mavzuning dolzarbligi, manbalar doirasining kengligi va mahalliy materiallarning ilmiy muomalaga jalb qilinganligi ishning ijobiy jihatlarini tashkil etadi. Bu yuqorida qayd etilgan juz'iy kamchiliklar dissertatsiyaning ilmiy qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya mavzusi dolzarb va tugallangan tadqiqotdir. Tadqiqotchi Komilov Sobit Soyibovich 070001 tarix ixtisosligi bo'yicha Shahrisabz shahri mahallalarining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy ma'rifiy hayoti 1991-22 yillar mavzudagi tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishi yozilgan dissertatsiyasi tugallangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining 070001 O'zbekiston tarixi ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasiga qo'yilgan talablarga javob beradi. Uning muallifi Komilov Sobit Soyibovich 070001 O'zbekiston tarix ixtisosligi bo'yicha tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, ancha batafsil taqriz bo'ldi. Katta rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Sizga ham bayramimizni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Rahmat ustoz, rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, munosabat bildiring. Rahmat ustoz, bergan takliflarni inobatga olgan holda keyingi ishlarni manazarlarda ularni o'rgangan holda ishlarni olib boramiz. Yana tuman mahallalar haqida ma'lumotlar berilib o'tilgan edi. Bunda asosan 1997-yilda shahar va tuman hududlari birlashtirilgan va 2017-yilda yana alohida Shahrisabz shahar mahalla hokimlik alohida ajratib chiqardi. Shunda kiritilgan. Rahmat. Rahmat. Marhamat, endi ikkinchi rasmiy affaniyga anchagina batafsil birinchi affaniy, ikkinchi affaniy ancha yengillashtirish bunday. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, himoyada ishtirok etayotgan mehmonlar. Avvalambor imtiyozlarimiz ta'kidlagandek barchalaringizni yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi bo'lsa yangi bilimlar kuni bilan tabriklayman va shu bilan birgalikda mana shu kengashimizni ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Haqiqatan ham yuqorida Bahodir Jo'rayev ta'kidlagandek, ustozimiz professor Valiqul aka Turdiyevich meni ishimni ancha yengillashtirdi. Ya'ni o'sha rasmiy apanin sifatida ishni boblar kesimida chuqurlashtirilgan holda paragraflar asosida ochib berdi. Endi men so'zimni boshida yerda mana professor Nurullo Narzullayevich savol berdi. Tadqiqotchi javob berdi. Endi shu mana shu tadqiqotchini javobini ijozat bersalaringiz ozgina to'ldirib ketsin. Sababi aslida
Bu ham mana shu rasmiy tadqiqotchini funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni mana shu tadqiqotchini himoyalaymiz. Nurla Narzullayevich aytdiki, o'sha mahallalarda aytaylik o'sha joy nomlarini yoki bo'lmasa o'sha kasbkorlik nuqtai nazaridan nomlash masalasi. Hammamizga ma'lum, mahallalarni tarixiy ham juda o'tmishga borib taqaladi. Biz uni juda yaxshi bilamiz. Nomlanishidan, arabcha so'zlaganligidan, mahallaning so'zidan kelib chiqib o'sha joy, guzar yoki bo'lmasa mavzu va hokazo nomlanish. Endi mana bu mahallalarning ixtisoslashuvi bizgacha yetib kelgan tarixiy manbalardagi talqiniga e'tibor beradigan bo'lsak, o'rta asrlar davridan bor. Aytaylik, mana shu o'rta asrlarda mahallalar fuqarolarning kasbkor asosida shakllangan. Mana bugungi kunda ham xuddi shu narsaga uchrashimiz mumkin. Charmgar mahallasi deymiz, zargarlik deymiz, miskarlik deymiz, ko'nchilik, pichoqchilik, qoshiqchilik, temirchilik, egarchilik va hokazo. Endi bu davrlar o'tish asnosida rivojlanib, shakllanib keladi. Yoki bo'lmasa aytaylik, mana bugungi kunda qarang, kam ta'minlangan aholi qatlamini himoya qilish deymiz. Mana Temur va Temuriylar davriga oid bo'lgan yozma manbalarga e'tibor beradigan bo'lsak, aynan Amir Temur bobomizning o'zi kambag'al va qashshoqlarning ta'minotini o'sha mahallalar orqali amalga oshirgan to'g'risida bir qimmatli ma'lumotlar. Bu endi dissertatsiyada batafsil berilgan boyagi nima deydi, o'rganish tarix bo'yicha o'sha qilingan ishlar asos. Endi men shundan kelib chiqib dissertatsiyani endi to'laligicha boblar kesimida tahlilga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Mana ilmiy kotibimizning qo'lida turibdi. Men 12 betdan iborat bo'lgan rasmiy taqrizimni berganman. Ijozat bersalaringiz mana shu tadqiqotchimizni shu tadqiqot yuzasidan amalga oshirgan ishlarning yutuqlari nimada va ba'zi bir yo'l qo'ygan kamchiliklari nimada ekanligini ko'rsatib, o'zimning xulosalarimni bersin. Endi dissertatsiya tadqiqot yuzasidan tegishli ilmiy yangilik, ilmiy xulosa, taklif va tavsiyalar berish bilan bog'liq aniq vazifa qo'yilgan va bu tadqiqotchi tomonidan amalga oshirilgan. Buni so'zsiz qayta ta'kidlashimiz mumkin. Dissertatsiya yuqorida aytib o'tildi, 3 ta asosiy bobdan iborat bo'lib, dissertant har bir bobda o'z oldiga qo'ygan maqsaddan kelib chiqib vazifalarni to'laligicha bajardi. Fikrlarni qisqa lo'nda xulosalarda aks ettirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Dissertatsiyada professional etika qoidalariga rioya qilinganligini ham alohida ta'kidlash kerak. Bu nima degani? Buning zamirida qanaqangi aytaylik aspektlar yotadi. Ishni yozishda tavsiya etilgan qonuniy me'yoriy hujjatlarga asoslangan, shu bilan birgalikda dissertatsiya va uning akt referati O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va fan va innovatsiya vazirligidagi bugungi kunda uzr kechirasizlar, bu Fanlar akademiyasi huzuriga o'tdi. Mana shu qoidalar, talablar asosida bajarilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi bu yerda qilingan ishni yana bitta muhim jihatini aytish kerak. Akt referat va e'lon qilingan ishlar ham o'zida dissertatsiyaning asosiy mazmun mohiyatini aks ettirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana 20 ga yaqin e'lon qilingan ishlarning barchasiga e'tibor qilib qarang, ishni asosiy mazmunda ichidan kelib chiqilgan. Mana ko'pgina tadqiqotchilarning mana ishlarini ko'ramiz, yoki himoya jarayonlarida, yoki seminar muhokamalarida nima deydi hali? Tadqiqot jarayoniga kirish davrida hali yo'l-yo'lakay mavzularga qo'l urib e'lon qilingan ishlardan kiritib qo'yadi. Yo'q, bu aslida kompleks tarzdagi mavzuning bosh nima deydi? Qismidan kelib chiqib bosh vazifasidan kelib chiqib belgilanadigan demak doirasida bo'lish kerak. Shu ma'noda dissertantni erishgan 5 ta asosiy yutug'ini men alohida ta'kidlamoqchiman. Bu qaysilar? Birinchisi, dissertatsiyada Shahrisabz shahri mahallalarining tarixiy shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda zamonaviy modernizatsiya jarayonlari keng faktik materiallar asosida yoritib berilgan bo'lib, hududiy darajada mahalliy institutning evolyutsiyasi tizimli tarzda ochib berilganligini alohida ta'kidlash. Ikkinchidan, oila, mahalla, ta'lim muassasasi hamkorligi mexanizmiga ham bu ishda alohida e'tibor qaratilgan. Nima uchun degan savolga agar biz javob beradigan bo'lsak, mana yuqorida ustozimiz Valiqul aka Turdiyev alohida ta'kidladi, Shahrisabz shahrini o'zini
bizning tariximizda munosib o'ringa ekanligi, bu yerdagi yashaydigan nima deydi, o'sha aholining o'tmishi uzoq davrlarga borib taqalishi yoki bo'lmasa o'sha tarixiy jarayonlarda ularning ishtiroki bilan bog'liq ekanligi bu masalani nechog'lik yana muhim ekanligini va qolaversa yosh avlod tarbiyasida ham mana shu o'rinli kompleks yondashuv asosida tahlil qilingan va amaliy tajribalar bilan asoslanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchidan, o'rganilgan shahar mahallalarida amalga oshirilgan ijtimoiy himoya, bandlikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar keng statistik ma'lumotlar asosida tizimlashtirilgan holda yoritib berilgan. E'tibor qiling, tizimlashtirilgan, hali ko'r-ko'rona bu sohani bilan bog'liq bo'lgan statistik ma'lumotni yoritib emas, hammasi tizimlashtirilgan. Ya'ni o'sha tadrijiy rivojlanish asosida berilgan fikrlarni ham alohida ta'kidlash. To'rtinchidan, mahalla institutining huquqiy me'yoriy asoslari, jumladan prezident farmonlari, hukumatning qarorlari amaliy ijrosi mana shu mahalliy darajadagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda ko'rsatib berilgan bo'lib, bunda asosiy e'tibor davlat siyosati va mahalla amaliyoti o'rtasidagi aloqadorlik masalasi ham ochib berilganligini ko'rishimiz mumkin. Va beshinchi tadqiqotchi erishgan yutuq, tadqiqotda mahalla tizimining modernizatsiya jarayonlari shahrisabz shahar mahallalari misolida obod mahalla, obod qishloq dasturlarini hududiy rivojlanishiga ta'siri hamda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilanishi bo'yicha boy empirik materiallar asosida jamlanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yuqorida men sanab o'tgan 5 ta asosiy aytaylik o'sha yutuq mana shu dissertantning ushbu tadqiqot bo'yicha erishgan eng muhim yutuqlardan biri hisoblanadi. Bundan boshqa yutuqlar bor, lekin ularning ko'lami, ularning ahamiyati bugungi kundagi nima deydi, o'sha ta'sir masalalarini hisobga olgan holda men eng yiriklari 5 ta aytib beraman. Endi tabiiyki ish bor joyda ma'lum bir darajada yo'l qo'yilgan yoki bo'lmasa e'tibordan chetdan qolgan jihatlari ham bo'ladi. Shu ma'noda ba'zi bir juziy ko'rinishga ega bo'lsa-da, ishda kamchiliklar borligi ham ko'zga tashlanadi. Buni ham ochiq oydin aytishimiz kerak. Xo'sh, bu kamchiliklar nimalardan iborat? Xuddiki o'sha dissertant tadqiqotchi erishgan yutuqlar bir qatorda mana shunaqangi yo'l qo'yilgan kamchiliklarni ham men 5 ta asosiy punktga qo'ydim. Birinchisi, bu kirish qismida ko'proq ko'zga tashlanadi. Ya'ni kirish qismida mavzuga oid bo'lgan ilmiy adabiyotlar va nazariy qarashlar keng yoritilgan bo'lsa-da, ularning metodologik asoslari yoki bo'lmasa aytaylik qiyosiy tahlili hamda ilmiy natijalari yetarli darajada chuqurroq ochib berilmas. Buning natijasida nazariy yondashuvlar ko'proq o'qigan o'quvchi tomonidan tavsifli xarakter kasb etganligi degandek bir nima deydi, tushuncha hosil qiladi. Ikkinchidan, mavjud ilmiy tadqiqotlarda qo'llanilgan yondashuvlar va qarashlar o'rtasidagi farqlar hamda tadqiqot muammosini o'rganganlik darajasi tizimli tahlilda ham birozgina oqsoqlik ko'zga tashlanadi. Buni endi men o'zim tadqiqotchiga alohida ta'kidladim, chunki kirish qismidan o'rganish darajasi bu ishning eng asosiy nima deydi, hali put vazifasini bajaradigan jihat hisoblanadi. Uchinchidan, keltirilgan statistik ma'lumotlarning manbalari, davriyligi va tanlash mezonlari aniq ko'rsatilmagan. Ularning ilmiy ishonchliligini biroz bo'lsa-da bu narsa ozgina pasaytirganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'rtinchidan, normativ huquqiy hujjatlar va mahallalar rivojlanishi o'rtasidagi o'zaro sabab-oqibat bog'liqligi ilmiy asosda yetarli darajada ochib berilmaganligi sababli bayon etilgan ma'lumotlar yuqorida aytib o'tganimizdek ko'proq tavsifiy xarakter kasb etganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va beshinchisi, bu turli davrlardagi ijtimoiy siyosat va mahalla institutining aytaylik o'sha amaliy faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning aytaylik o'sha rivojlanish dinamikasi hamda samaradorlik ko'rsatkichlari. Endi biz bilamiz, barcha narsa o'sha oqibat nuqtai nazaridan o'rganayotganimizda uni samaradorlik darajasini biz nima deydi, o'sha shartli ravishda bo'lsa-da o'lchash, ya'ni o'sha mezon asosida o'lchaymiz. Mana shu samaradorlik ko'rsatkich
ko'rsatkichlari ilmiy asosda baholansa, yanada ishning ilmiyligini oshishiga xizmat qilgan bo'ladi. Endi bu yuqorida aytib o'tganimizdek, bu 5 ta ko'rsatilgan ushbu juz'iy ko'rinishdagi kamchilik umumiy olganda ishning ilmiy qimmatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, men so'zimni xulosasida shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, mana shu talabgorning Shahrisabz shahri mahallalarining ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy tarixi, hayot tarixi 1991-2022 yillar mavzusidagi dissertatsiyasi avvalambor iqtisodiy talablariga to'liq javob beradi. Ya'ni 070001 O'zbekiston tarix iqtisodiylik bo'yicha qolaversa, mana shu dissertatsiya hamda uning avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi va talabgorni men tarix fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Men o'ylaymanki, bu Sobitjon tomonidan bu oxirgi ishga qo'yilgan nuqta emas, buni kelajakda davom ettiradi. Hammamizga ma'lum, ishning asosiy o'sha haqiqiy e'tibor uchun o'sha monografiya shaklida chop etilishda yoki bo'lmasa deylik, o'sha hududni nuqtai nazarda oladigan bo'lsak, bu hali bu mavzu o'sha doktorlik dissertatsiyalar darajasidagi demak mavzu hisoblanadi va mana shu ilmiy kengash a'zolaridan mana shu tadqiqotchimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. Rahmat, e'tiborlaringizga. Rahmat. Kimdir hali ham uxlayapsizmi deyman. Marhamat. Rahmat. Emotsional. Marhamat. Rahmat ustoz, javob berib va berilgan taklif va tavsiyalar inobatga olib aytganingiz nasibda monografiya yoki keyingi tadqiqotlarimni rahmat. Tak. Kimdir gapiradimi norasmiy? Professor Xudoyqulov, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Avvalambor hammalaringizni yangi o'quv yili qolaversa, respublikamizni mana shu mustaqillik kuni bayrami bilan tabriklab qolaman. So'z berganingiz uchun rahmat. Ta'kidlamoqchimanki, avvalambor mana shu bizni mustaqil tadqiqotchimiz Shahrisabz davlat pedagogika institutining tarix kafedrasi o'qituvchisi demak Sobitbekni bugungi mana shu himoyasi bilan qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat aytmoqchiman. Sababiki aksini olib, mana hozir ish qaynagan payti, lekin shunga qaramasdan demak kengash o'z faoliyatini davom ettiryapti. Shahrisabz davlat pedagogika institutidagi mana shu tarix yo'nalishi bo'yicha tadqiqotchilar mana shu kengashda o'zini imkoniyatini ko'rsatib va shu imkoniyatga siz yordam berganlaringiz uchun kengashga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chunki har bir bizga hozir havoday zarur Shahrisabz davlat pedagogika institutini ilmiy salohiyatini oshishi bilan birgalikda imkoniyatlarni oshishiga bu juda katta turtki bo'ladi va institutimizning keyingi missiyasi, ya'ni kerak bo'lsa kelgusida universitet maqomini olish uchun ham bu jarayonlar katta imkoniyat beradi. Sobitbek albatta bugungi mana himoyada ancha o'zini dadil tutdi, o'sha seminar holatdan ancha tayyorgarlik ko'rganligi ko'rildi. Shuning uchun men so'zimni qisqa qilib Sobitbekni mana shu himoya jarayonlarida qo'llab-quvvatlashlaringizni, shu bilan birgalikda kelgusidagi shu tadqiqotchilarimizni qo'llab-quvvatlashganlaringiz uchun minnatdorchiligimni bildirmoqchiman rahbariyat nomidan. Rahmat. Rahmat bildirib yetarli, boshqa isim yo'q. Rahmat. Ya men demoqchi bo'lganim, endi burada boshlanishi bu o'zi nima aytgandek, buni rahbari boshqa edi. Yo'dan keyin boshlanishini keyin boshlaganmiz, keyin nimalarni osiyatga yuklangan qonunning hammasi nima darajada ilonlar nimalar ham chiqqan.
Lekin oxirgi nimada ham bo'layotgani yo'q. Prezidentimiz mana video selektorda bekatga Qashqadaryodan borsam men birinchi mahalladan boshlayman degani yo'q. Mana hozir o'chib ketdi. deputatlar kunda mahallada, kundan ro'za bugun yerga bordi, ezdi bordi, yana keyin mana bu uni reytingini chiqaryapti. 156 ta rasm tashladi, faloncha nishon tumani 2da, mana falonchada deb kuzatib boramiz. Amashchi, abrosovlar. Endi mana bu nuqtai nazardan, shu nuqtai nazardan olinganda boyagi aytib, xususiyat boshqa degan joyda Shahrisabzdagi mahalla nimasini qarsiniki bilan masalan solishtirish qiyin bo'ldi. Qarshi bir kunda Shahrisabzda qancha turist keladi, qancha mahallaga boradi? Qarshiga nechta turist keladi? Endi boradi. Xususiyat endi o'shanday narsalar masalan saqlanishi kerak edi-da. Aytilishi kerak haqiqatdan. Bu yerda nima yashamagan bo'lib, boyatamdan bu yerga qadimiy nom bor, qadimiy joy bor. Mahallalarni nomi hozir ham o'sha qadimgi nima nomlari bilan ataladigan joylar bor. Mahalla kitobda o'sha masalan bor shunday deb. Masalan qabulxona va yerda boshqa degan narsalar charmgar degan narsa kelishmagan. Mana bizga xos ular saqlab qoldi shu nimani bugungi kunda u bor. Ikki yil transformatsiya jarayon bo'lgan, endi kuchga ketyapti, boshqa degan xususiyatlarga keyin birinchi nimada savol beruvdi Shodmon Huseynovich savol berganda u kishi Azim aka Zayniddinov surati u kishi hokimiyatda ham ishlagan o'sha birinchi yerda nima hokimiyat nima ochilgan paytda shuni ovoz bo'lib ishlagan u kishi keyin Amir Temur jamg'armasini respublikada birinchi bo'lib ta'sisi bo'lgan odam shu odam u kishi olamdan o'tib ketdi keyin mana o'sha boya kelgan Qashqadaryo keyin Shahrisabz tarixidan lavhalar degan nimani yaratilishi o'shani ijodkori bo'lgan bu odam. Soqqasini bergan. O'sha pulini bergan, o'sha qilgan. Qashqadaryoda o'sha vaqtda Amir Temur muzeyini ochilishi ham aynan shu bilan. Aka qarshida ishlayveradi muzeyda nimaga ketib, direktor bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. O'sha narsalarni sizdan so'radi. Endi mana bu tarixiy narsalar bu mahalla bilan ko'p bo'lmagani bilan baribir Shahrisabz tarixi bilan qiziquvchilar uchun nima? Keyingi nimada boyagi mana 3-marta nimasida keldi bir dissertatsiya ishlar nimalar bor edi. Boshqa ekskursiyalar o'tib ketgan. Ana yerga boyagi salgina qisqartirib nima qilishga xushko'mish yerga e'tibor bermagansiz, kamroq bo'lgan. O'shanga e'tibor berish kerak edi. Umumiy olganda bir masalan 4-5 yildan beri shu yerga ishladi. Mana oliy ta'lim nimasida ham ishlayapti. Mana Feruza opani, mana opajonim hurmat qilib, mana Feruza opa shu yoqdan Shahrisabzdan olib kelib turibdi bugun. Namoyat tugaganda keldi ham shunga ham qaytadi. Ammo biz beri yaxshi bo'ladi. Kelguncha onlayn anonda ham bormi? Mana qo'llab-quvvatlayman, keyingi dasturlarda albatta hozirgi aytilgan narsalarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Prezidentlari muzeyga bo'lish kerak. Yo'q, yetkiga bunday qilavergan Yo'q, o'zi buni rahbar boshqa rahbar Jamshid ko'charib bo'lgan. Boshdan. Assalomu alaykum. Bahodir Jo'rayevich, ruxsat bersangiz ikki og'iz gapim bor edi. Battar bo'ling, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Hammalaringizni kelayotgan bayram bilan tabriklayman. O'quv jarayoni bilan tabriklayman. Dissertatsiyani haqiqatan ham ikkita oponent pafos bilan, hayajon bilan yuqori baholadi. Men ham shukurga qo'shilaman. Shu bilan birgalikda keyingi tadqiqotlar uchun yordam berishi mumkin bo'lgan ayrim fikrlarni aytmoqchiman. Shahrisabz faqat tarixiy qismi emas, Shahrisabz tarixiy qismidan ham tashqari 10 barobar ziyod katta hududni egallaydi. Bu tomon Chortepadan tortib, bu yog'i kitobni Aroqzavodini yaqinigacha bo'lgan. Bu Shahrisabzning taraqqiyoti, ijtimoiy siyosiy taraqqiyoti masalasiga to'xtalganda 2014-2016-yilga alohida to'xtalish kerak. Nimaga? Chunki shaharning tarixiy qismidan hujjat bo'yicha 650 ta, lekin 1800 ta xonadon ko'chirilib, yangi mahallalarga, shaharga qo'shimcha bo'lgan joylarga ko'chirilib, ular shu bugungi kungacha gazsiz, suvsiz, yo'lsiz, hech qanaqa kommunikatsiya bo'lmasdan turib yashadi. Undan keyin Shahrisabzda nomi, mahallalarning nomi, ko'chalarning nomi bugungi kungacha 4 marta o'zgargan. Yodlaringizga bor, Klara Setkin, Krupskaya, Lenin, Frunzedam kabi nomlar bilan, siyosiy nomlar bilan atalgan vaqtlarni eslaysizlar. Hozirgi oxirgi nomlanishlarda hammasi forsiy zabon.
Misol uchun men o'zim ko'chamni Ohangrabo ko'chasi deb qo'yibdi, tarjima qilsangiz Temirish ko'chasi bo'ladi. Birorta o'zbekcha, turkiycha nom qo'yilmagan. Bular haqiqiy ma'noda Shahrisabzni bugungi kundagi yoki bo'lmasa mustaqil yillardagi holati-ku. Bu holatlarga ham tanqidiy nuqtai nazardan yondashsa, dissertatsiyani mazmun mohiyati nihoyatda oshgan bo'ladi. Nihoyatda. O'sha Zargarlik ko'chasi ko'chgan bo'lsa, nimaga o'sha ko'chani Zargarlik 2 deb nomlash mumkin emas? O'sha nomni o'zini aniq qilish mumkin emas, atash mumkin emas. Shahrisabz shahrining o'ziga 9 ta mahalla va 13 ta ko'chalarning nomlari ham hammasi o'zgartirilgan. Agar shu o'zgartirish juda ham muhim bo'lsa, shaharda mahallasini kirish joyida 4 ta nomni ham ketma-ket yozib qo'ysa bo'lmaydimi? Bu ham bir tarix-ku, bu ham bir etnografiya-ku. Avvalgi 3 ta nomi va hozirgi nomini ham yozib qo'yish mumkin. Shunga o'xshash tavsiyalar dissertatsiyaga berilishi kerak. Dissertatsiyani ilmiy ahamiyati ana shunda amaliyotga juda ham yaxshiroq qo'l kelgan bo'lardi. Bu fikrlarim hammasi shunchaki tavsiya xarakteriga ega. Men ham xuddi sizlar kabi dissertatsiyani qo'llab-quvvatlayman. Bu tavsiyalardan hammasini kelajakdagi tadqiqotchilarga yoki bo'lmasa aynan shu tadqiqotchini o'zi ishni davom ettirsa, mana shunday tanqidiy nuqtai nazardan ham yondirsa, ishda ahamiyati yanada oshgan bo'lardi. Yana bir bor hammani bayram bilan tabriklayman. Rahmat. Endi nimani qolsin deb rahmat. Komissiya. Yo'q. Tamam. Ikkalasi ham bo'lsa bitta rais, to'g'ri bo'lsa. Shunday. Yoshlar tasdiqlagan qaysi birini? Rahmat. Marhamat qilsanglar. Raisi, kengash a'zolari, hisob komissiyasi bayonnomasini o'qib eshitiraman. 2026-yil 26 Qarshi shahri komissiya Komilov Sobit Soyevichni tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin ovoz berish uchun saylangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi raisatining 2025-yil 27-dekabrdagi 379/2 sonli qaroriga ko'ra ilmiy kengash 17 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Bugungi kengash majlisida ulardan 17 nafari ishtirok etmoqda. Himoya qilinayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 12 ta fan doktori ishtirok etmoqda. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda a'zolar kiritilmagan. 12 ta byulleten tarqatildi, tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. Ovoz berish natijalari quyidagicha: Komilov Sobit Soyevichning 070001 O'zbekiston tarixi ixtisosligida tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun 17 nafar a'zodan 17 nafari ovoz berishdi. Tarafdorlar 17 ta, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Tabriklaymiz. Rahmat. Tasdiqlab qo'yaylik. Rahmat. Endi kengashimizda xulosasini qabul qilishimiz kerak. Ularga tarqatilgan xulosani tasdiqlab qo'yaylik. Qarshimga belgilardi professor. Xo'sh, dissertatsiyaning tasnifiy belgilari. Birinchi, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 1-2. Ma'qulmi? Ma'qul. Ikkinchi, dissertatsiya natijalarining yangiliklik darajasi. 2. Uchinchi, dissertatsiya natijalarining qiymati. 3. To'rtinchi, dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorlik darajasi. 2. Beshinchi, amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan qay miqyosdan foydalanish bo'yicha tavsiya etiladi. 6. Amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan beriladigan tavsiyalar. 7. Tasdiqlab qo'yaylik. Rahmat. Endi sizdan olib so'z beraylik. Marhamat. Rahmat hammasi sizlarga. Aynan yozma fikrlarda dam bo'lishiga qaramasdan hammalarni bezovta qilganim uchun uzr so'rayman va bugun
Mustaqillik oldin, ya'ni mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan hamma sizlarimizni oilalariga va salomatlik, har doim shu nasib aylasin. Hammalarni qo'llab-quvvatlashlari uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Tak, rasmiy muhokama tugadi. Endi turli masalalar ma'lumot bering. Seminardan o'tgan va himoyaga qabul qilyapmiz. Protokollarni imzolatib, o'sha ko'rsatilgan kamchiliklarni to'g'irlagan dissertantlarimizni himoyaga qabul qilyapmiz. Usmonaliyev Isroiljon, Ibrohimov Baratjonlarni. Shuningdek, kengashimizga kelib tushgan ishlar, hujjatlarni qabul qilib olish uchun e'tiborlaringizga havola qilaman. Qarshi davlat universiteti tadqiqotchisi, mustaqil tadqiqotchisi Gulliyev Nurbek Boynazarovich, ilk o'rta asrlarda O'rta Osiyodagi xalqaro aloqalar tarixi. Navih Shurakov, ilmiy rahbar. Bu qaytadan terma proyekt bo'ldimi? Hujjatlarni mana Rahmat bilan kimlar aytibdi? Shurak. Guliston davlat universitetidan Abduazimov Davronbek Baxtiyor o'g'li. O'zbekiston tarixida davlat boshqaruvining xususiyatlari, tarixiylik va an'anaviylik. Ilmiy rahbar Elshov Bahodir Jo'rayevich, PhD dissertatsiyasi. Toljon Qudratov. Kim? Toljon Qudratov. O'zbek jamoatchilik bo'yicha bor. To'g'ri yozdi. saydobalar haqida kitob bor. Asli bering-da. Davriy chegara ko'rsatilmaganda. kengash bo'lsin. Manfaatlar to'qnashuvi. Hechga yo'q. Yo'q, ona Yermetov avazda. Bu davlatchilik bo'yicha mendan keyin butun magistratura hammasini o'sha qilganda. Toshkentda magistratura. Jo'rayev Ravshan Xurramovich. O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy maslahatchi Shuhratmonova. O'zbekistonda chorvachilik tarmog'ining ahvoli va undagi o'zgarishlar 1941-91-yilda. Men qabul qilaman. Absolut meni aloqam yo'q. Bo'lim qabul. Xat bilan chiqib, uning proyektini nima qilib ko'rdim. Meni ham aloqam yo'q, buni ham. Tizimga yo'l. Jonli kelmaydi, avtomatik emas. Mana Ravshan Qora. O'sha. Hech kim. Bilmayman kim. Doktorskiy